Jismni toliqtirishdan qaytarish. Islomda inson o'zini o'zi toliqtirishi man qilingan. Agar bu toliqtirish ibodat orqali bo'lsa ham mumkin emas. Misol uchun birov nafl namozni haddan tashqari ko'p o'qib o'zini toliqtirishiga shariat qarshi bo'ladi. Chunki bu narsa sog'liqqa zarar keltirishi mumkin. Shuningdek, haddan tashqari ko'p nafl roza tutib o'zini charchatish ham mumkin emas. Imom Buxoriy va Imom Muslimlar Anas radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda quyidagilar aytiladi. 3 kishidan iborat bir guruh Nabiy sallallohu alayhi va sallamning jufti halollari uylariga u zotning ibodatlari haqida so'rab keldilar. Bu haqda xabar berilganda ularga Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ibodatlari oz ko'rindi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qayoqdalar u biz qayoqdamiz? U zotning oldingi va keyingi gunohlari mag'firat qilingan dedilar. Bittalari men doimo kechasi bilan namoz o'qib chiqaman endi dedi. Ikkinchisi men doimo roza tutaman, og'zim ochiq yurmayman dedi. Uchinchisi esa men ayollardan chetda bo'laman, hech uylanmayman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning oldiga kelib, sizlar shu gaplarni aytingizmi? Ammo Allohga qasamki, ichingizda Allohdan eng ko'p qo'rquvchingiz menman va unga eng ko'p taqvo qiluvchingiz ham menman. Lekin men roza ham tutaman, og'zim ochiq ham yuraman, namoz ham o'qiyman, uxlayman ham, ayollarga uylanaman ham. Kim sunnatimdan o'zini tortsa, mendan emas dedilar. Shu bilan Alloh halol qilgan narsalarni o'ziga harom qilib ont ichish yoki jismini toliqtiradigan darajadagi nafl ibodatni vazifa qilib olish bekor qilindi. Hamda hech kimning Alloh halol qilgan narsalarni harom qilishga haqqi yo'qligi ta'kidlandi. Imom Buxoriy va Imom Muslim Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhudan quyidagilarni rivoyat qiladilar. Menga Nabiy sallallohu alayhi va sallam menga xabar berilishicha, sen kechani bedor o'tkazib, kunduzning ro'zasini tutar emissan dedilar. Men albatta men shundoq qilurman dedim. U zot, agar sen shundoq qiladigan bo'lsang, ko'zing zaiflashadi, nafsing malol oladi. Albatta senda nafsingning ham haqqi bor, ahlingning ham haqqi bor. Bas roza ham tut, og'zing ochiq ham yur, bedor ham bo'l, uxlab ham yot dedilar. Ushbu hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhuning va u kishi orqali barcha ummatlarini amalda tejamkor bo'lishga, oz bo'lsa ham bardavom amalni qilishga chorlamoqdalar. Biz o'rganayotgan ushbu hadis sharifning aytilishiga ham Nabiy sallallohu alayhi va sallam hayotlari davrida bo'lib o'tgan bir voqea sabab bo'lgan. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhuning otasi Quraysh qabilasiga mansub chiroyli kelinga uylab qo'ydi. Kuyov bo'lsa, yangi kelin bilan ishi bo'lmay, ibodatga berilib, kechasi bilan namoz o'qib, kunduzlari roza tutib yuraverdi. Bu haqda otasi Abdulloh radhiyallohu anhuga nasihat qildi. U kishi esa ibodatga berilganlik va yoshlik g'ururi ta'sirida otaning nasihatiga quloq osmadi. O'z bilganini qilib, kechasi namoz o'qib, kunduzi roza tutib, oilasi bilan ishi bo'lmay yuraverdi. Shunda noiloj qolgan otasi bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shikoyat qildi. U zot Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhuni huzurlariga chorlab, menga xabar berilishicha, sen kechani bedor o'tkazib, kunduzning ro'zasini tutar emissan dedilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning bu gaplaridan ibodat g'ururiga ketgan yosh yigitlar bilan muomala qilishni o'rganish kerak. U zot unga do'q ham qilmadilar. Otang menga sendan shikoyat qildi ham demadilar. Xuddi uning ibodati haqida noaniq shaxs tomonidan xabar eshitgandek gap boshladilar. Gaplarida uning qilmishini tanqid qilish alomati ham sezilmadi. Shuning uchun Abdulloh ibn Amr dadillanib, albatta men o'shandoq qilurman deb javob berdi. Abdulloh ibn Amrning ustidan tushgan shikoyatni o'ziga tasdiqlatib olganlaridan keyin
Rasul akram sallallohu alayhi vasallam asta nasihat qilishga o'tdilar. Agar sen o'shanda qiladigan bo'lsang, ko'zing zaiflashadi, nafsing malol oladi, dedilar. Ya'ni, sen kechasi bilan namoz o'qib, kunduzi roza tutishni davom ettiraveradigan bo'lsang, sog'lig'ingga zarar yetadi, ko'zing zaiflashadi. Hadeb uzurliksiz nafl ibodat qilaverish nafsingga malol keladi. Bu esa yomon oqibatlarga olib keladi. Keyin ibodat qilishni xohlamay qolasan. Albatta, senda nafsingning ham haqqi bor. Uni halol yo'l bilan me'yorida qondirishing kerak. Bo'lmasa Alloh taolo senga qo'shib xalq qilgan tabiatga xilof qilgan bo'lasan. Ahlingning ham haqqi bor. Ya'ni oila a'zolaringning ham senda haqqi bor. Uni ham ado etishing kerak. Bu ham shar'iy burching. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu misolida uning xotini haqida gap ketmoqda. Xotinning erda haqqi bor. Bir oila er-xotin bo'lib yashagandan keyin erlik burchini ado etishi kerak. Namoz bilan ro'zaga berilib, xotinini tark qilib qo'yish musulmon kishiga to'g'ri kelmaydi. Bas ro'za ham tut, og'zing ochiq ham yur. Nafl ro'za tutishga ishtiyoqing bor ekan, mayli, me'yorida tut. Ammo og'zing ochiq ham yur. Bedor ham bo'l, uxlab ham yot. Kechalari bedor bo'lib namoz o'qishga ishtiyoqing bor ekan, bu yaxshi. Buni ham me'yorida qil, ammo vaqtida uxla ham. Bu ham kerak. Kezi kelganda aytib o'tish lozimki, ushbu bobda va shunga o'xshash boshqa hadislarda nafl namoz haqida so'z ketadi. Chunki farz va vojib ibodatlarda tejamkor bo'lish, oz amal qilish degan gap bo'lmaydi. 5 vaqt namozni 4 vaqtini o'qiy, ro'zaning yarmisini tutay deb bo'lmaydi. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu misolida ham kechalari uxlamay nafl namoz o'qish, kunduzlari nafl ro'za tutish haqida so'z ketmoqda. Jismni